Assalamu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarım. Mana bugun biz urushlar, to'qinishlar, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar, krizislar, terror hujumlari va davolg'ishlar bilan to'lgan 2024-yilni oxirlashtirib, 2025-yilga qadam bosdik. Aldı bilen men Dünya Uyghur Qurultayığı vakalatan vatan içi ve sirtidagi bütün Şarkı Türkistanlık qarindoshlarımızning yeni yılını kutluqlayman. Vatanimiz Şarkı Türkistandagi Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida azab chekayotgan mustabid Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan aziz xalqimga Janobi Allohdan aman esenlik tilayman. Shundaqla ularning hamon bir kuni erkin dunyo xalqlaridek xotirjam va baxt saodat ichida yangi yilini tabriklashga muyassar bo'lganligiga ishonaman. Aziz qarindoshlar, garchi 2024-yili Rossiya Ukraina urushi, Isroiliya Hamas to'qinishi, Amerika prezidentlik saylimi, Suriyadagi Asad rejimining ag'dirilishi, Rojdestvo bayrami harfisida Germaniyada yuz bergan terror hujumi qatorliq zo'r hodisalar dunyo kun tartibini mashg'ul qilib olgan saxtikor Xitoy hokimiyati o'zining jinoiy qilmishlarini yoshirish uchun ichki tashqi jihatda boshlatgan atalmish Junxo gavdisi o'rtaq engini barpo qilish, go'zal Xinjiang barpo qilish, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash degandek zaharlik tashviqotlari yuqori pallaga chiqqan, yana Xitoyning muhojiratdagi xalqimizga qaratgan chegara halqigan bostirish siyosati avjiga ko'tarilgan. Intayin murakkab bir vaziyatga duch kelgan bo'lsaqmi, ammo qurultayimizning xalqaro sahnalarda elib borgan keskin kurashlari har qaysi ellardagi tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va fidokor xalqimizning o'rtaq tirishchanligi natijasida Uyghur meselesi davamlıq BDT'nin umumi yığınlarında, Bexatarlik Kengeşi yığınında, Kişilik Hukuk Ali Kengeşi'de, Avrupa Parlamenti ve Amerika başlıkındaki G'arb ellerinin parlamentlerinde bolsun, köp qatim tilga ilinganligiga, Uyghur irqiy qirg'inchilik meselesinin xalqaro kişilik hukuk teşkilatlarının muhim kun tartiblarining biri bo'lib kelganligiga shahid bo'ldik. Amerika ve Avrupa İttifakı vekillerining Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Uyghur meselesini bevosita tilga ilib kelganligini, G'arb ellarining Xitoyga qaratgan strategiyalik siyosatlaridimi Uyghur meselesinin muhim salmoqni egallaganligiga shahid bo'ldik. Xitoy hukumatining turli to'sqinliklari va buzg'unchiliklarga qaramay, Janvada chaqirilgan turli yig'inlarga bevosita qatnashdik. Yig'in jarayonida irqiy qirg'inchilik namoyon qilingan rasm ko'rgazmalarini uyushtirdik va namoyishlarni tashkilladik. BDT'nin turli organlariga Xitoyning jinoyati fosh qilingan maxsus cho'ng hajmlik dokladlarni taqdim qilish qatorliq usullarni qo'llanib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini BDT'nin kun tartibida davomli tutib turishga g'ayrat qildik. BDT yig'inlarida Xitoy vakillari bilan yuz turanda turib tig'ma-tig' kurash qildik. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur Qurultayı ikki jumhuriyatimizning mustaqillik ruhi bilan yo'g'rilgan cho'ng siyosiy gavda bo'lib, 20 yillik bir tarixiy musofani boshdan ko'chirib, bugungi kunda Sharqiy Turkiston milliy mujodilasining vakillik organi sifatida o'z xalqining ishonchisiga hamda G'arb elleridagi nurg'un davlatlarning e'tirof qilishiga erishdi. Bu jarayonda talay qatimliq tashqi va ichki davolg'ish ham siyosiy krizislarga, murakkab xalqaro vaziyatning turli besimiga, Xitoy va boshqa dushman kuchlarning to'xtovsiz hujumlariga duch kelgan bo'lsa-mu, qat'iy tiz bukmas irodasi bilan barliq to'salg'ularni yengib, kichiklikdan zo'rayib, ojizlikdan kuchayib, xalqaroda to'nilgan nopuzluq tashkilot holiga keldi. Tarixdan buyangi Uyg'ur davosini bugun dunyoning eng keng fikr iqimiga aylantirib, xalqaro sahnalarga ko'tarib chiqqan tashkilot bo'lish sifati bilan tarixiy aloyidlikka ega yangilik yaratdi. Mustamlika ostidagi vatanimizning zaminida shahid qonlarining iznasi bor.
Şehitlerinin qanlari ata-bobolarimizdan qolgan tabarruk zimminimizni Xitoyning nejis tapinidan qo'g'dab qilish, xalqimizning hur yashashi va taraqqiy qilishini qo'lga keltirish uchun to'kilgan edi. Shehitlarimizning g'oyasini amalga oshirish diniy ham milliy jihatdan bizga berilgan vazifa bo'lib, bu vazifani DOQ aktivlik bilan ustiga olgan edi. DOQ milliy manfaatimizni birinchi o'ringa qo'yib, uzluksiz tirishish va xalqaro munosabatlardan unumli foydalanish orqali mushu saviyaga keldi. Hayajonga va hissiyotimizga berilib emas, aqlimiz bilan, tajribalarimiz bilan ish qilib keldik. Biz nishonimizdan uzoqda bo'lsakmi, shu nishonimizga yetish uchun har xil usul choralarni qo'llanib, barliq kuchimiz bilan jafoliq kurash qilyapmiz. DOQ hozir har qanday vaqtdagidan texmi salohiyatlik, texmi kuchlik tashkilot shaklida xalqimizning vakillik ovozi bo'lib, millatimizning jonijon manfaatini qo'g'dash yo'lida kurash qilyapti. DOQ bugungi kunda xalqaro sahnada Uyg'urlarning safoliq, sifatlik, ilg'or ong'a ega, madaniyatlik bir millat ekanligini namoyon qilayotgan bayroqdor tashkilotdir. DOQ BDT'da bo'lsin, Amerika, Kanada, Yevropa parlamenti, Yevropa ittifoqidagi davlatlarda bo'lsin, dunyodagi nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlarida bo'lsin, Uyg'ur da'vosidagi vakillik tashkilot bo'lib e'tirof qilindi. Halifax xalqaro bexatarlik munbiri, Myunxen xalqaro bexatarlik yig'ini qatorliq dunyoning bexatarligini muzokara qiladigan munbarlarga, Oslo erkinlik munbiri qatorliq dunyodagi kishilik huquq va demokratiyani muzokara qiladigan so'rinlarga taklif qilinib, dunyodagi eng kuchli davlat rahbarlari bilan, tashkilot rahbarlari bilan, dunyoning askariy rahbarlari, generallar, mutaxassislar bilan dunyo bexatarligini bir ustalda o'ltirib muzokara qiladigan, bu haqda bizmi fikrimizni o'ttirg'i qo'ya oladigan, ularga taklif beradigan bir bosqichga keldik. DOQning Sharqiy Turkiston ozodlik kurashi jarayonidagi bayroqlar o'rni tiklanib, ahamiyatli roli xalqimizga umid, xalqaro jamiyatga ishonch, qizil terrorist Xitoyga dahshatlik vahima ilib keldi. Yangi yil munosabati bilan bizning mustaqillik kurashimizga yaqindan yordamda bo'layotgan, qo'llab-quvvatlayotgan barliq haqqoniy kuchlarga, davlatlarga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Bo'libmi, Uyg'ur millati va Sharqiy Turkistondagi barliq ezilguchi millatlarni qo'llab-quvvatlab kelgan barliq demokratik davlatlarga, parlamentlarga va haqqoniyatchi rahbarlarga, diniy tashkilotlarga, tantarbiya, san'at sohasidagilarga, bizga yordam qilgan fondlarga, tashviqot, tadqiqot o'rinlariga rahmatimizni aytamiz. Milliy da'voyimiz uchun Uyg'ur millatining erkinlik uchun jon ko'ydirib ishlayotgan, DOQning xizmatlarini yaqindan qo'llab kelgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarga, qurultoy xizmatini uzun yil jon ko'ydirib ishlagan, Sharqiy Turkiston milliy ozodlik kurashida o'chmas tuhfa yaratgan, DOQning xizmatlariga to'g'ri rahbarlik qilib, her tarafdan yordam berayotgan barliq peshqadam rahbarlarimizga, ustozlarimizga, Uyg'ur millatining ozodlik kurashini qo'llab-quvvatlagan har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlariga, rahbarlariga, aktivistlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Muhojiratdagi biz bilan tashkiliy munosabati bo'lmagan, ammo Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun tinimsiz kurash qilayotgan har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining xizmatlarini taqdirlaymiz. DOQni qo'llab-quvvatlagan muhojiratdagi dongliq jamoat arboblari, qalamkash aktivistlar, olimlar, ziyolilar, tijoratchilarga, Uyg'ur va Sharqiy Turkistonlik har millat lager shohidlariga, oldingi safda kurash qilayotgan sabdoshlarga, xizmatchilarga, rahbarlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Aziz qarindoshlar, yangi yil munosabati bilan qurultayimiz nomidan sizlarga va'da beramizki, bizning kutgan umidinglarni oqlashga chuqur tirishimiz. Xatoliklarimizni tuzitib, ishlarimizni takomillashtirishga kuchaymiz. DOQning qizil terrorist Xitoydan boshqa dushmani yo'q. Hammamiz ittifoqlashib, qo'lma-qo'l, mo'rini mo'riga tirab, qulluq zanjirini uzib tashlashga, kelgusi avlodlarimizga demokratik, erkin, mustaqil vatan qurishga,
terrorist Xitoyga qarshi jangga birga atlanayli. Aziz qarindoshlarım, yangi yilda Allohdan vatanimiz Sharqiy Turkistonga ozodlik va xalqimizga hurlik tilayli. Mana bu yangi yilni xayr-saxovat, diyonat, shafqat, birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi yiliga aylantirayli. Hammamiz ilgirki o'zaro adovat, ziddiyat va ixtiloflarni tamoman kallamizdan chiqarib, vatanda zulm ichida jon talashayotgan xalqimizning hurligi va ozodligi uchun kurash yo'limizda birlikda ilgarilayli. Muhojiratda yashayotgan bütün qarindoshlarimiz bu yangi bir yil ichida har zaman vatan ichidagi xalqimiz bilan bir tan, bir vujud va bir nafas bo'lib, ularning qayg'usiga o'rtaq bo'layli. Shuningga ishonchim komilki, hammaga qodir Alloh biz Sharqiy Turkiston xalqiga hamon bir kuni mustaqil, hurlik va baxt saodat ichida yashaydigan xosiyatlik kunlarni nasib qilg'usi. Bütün xalqimning yangi yiliga muborak bo'lsin.